Assalomu alaykum, hurmatli skuter quva obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3-aprel sanasiga ko'ra 3 ballonli skuterlarni so'rayotganlar uchun 3 ballonli skuterlarimiz kelgan hamda motorollerlarimiz, stakanchi modellarimiz kelgan. Shularni bir narxlari haqida batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Akalar, manzilimiz Farg'ona Quvada. YouTube kanalimiz pastda joylashuvimiz bor. Bemalol lokatsiyaga bog'lanib kelsanglar bo'laveradi. Telegram kanallarimiz ham bor. Hop, 3 ballonli skuterlarimizni yumshoq G33 modeliga keladigan bo'lsak, bu modellarimizda 5 ta 33 amperli akkumulyator joylashgan. Bitta zaryadida 30 kilometrdan tortib to 60-70 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Qani, oldida tormozi bor. Yosh tog'alarimiz, yosh katta odamlar qiynalmasinga. Oldida qo'lda tormoz bor hamda oyoqda ham tormozi bor. Ruchnoy tormozi ham bor. Ko'ryapsiz, mingani rosa ham qulay. Ayollar minsa ham bo'laveradi. Bolalarni bog'chadan olib kelgani, aqa-baqa mayda-chuyda ishlarga ham rosa ham zo'r. Yumshoq model hisoblanadi. Hop, bitta zaryadni aytdik. Hop, tezligi 35-40 tezlikda harakatlanadi. Orqa diskalari hamda oldi diskalari saka diskali qilib ishlangan. 300 ga 10 razmerdagi ballonlar bilan jihozlangan. Ballonlari ham ancha katta bo'ladi. Ko'ryapsizlar, oldingilarga nisbatan. Akkumulyatorini o'tgan safar kelganlarki 20 taligini olganlar bo'lsa biladi. Hozir bu kelganlar ham xohlasa 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Bu yerda joyi bor, maxsus yopadi. Orqasida ham setkachasi bor. Orqasiga ham biror narsa solib olib ketsa bo'laveradi. Kalitni ochadigan bo'lsa orqasi sonda bo'ladi. Orqasiga ham biror narsa solib ketsa bo'laveradi. Xarajat mayda-chuyda solib olib ketsa bo'laveradi. Bu skuterlarimiz ancha yumshoq, yurishlari mazza, ancha komfort qilib ishlangan. Stakanchi modellarga qaraganda, go'rzovoy skuterlarimizga qaraganda ancha yumshoqroq. Orqasida bemalol mana men o'tiribman, 2 kishini olib ketaveradi. Oldida 1 kishi harakatlansa bo'laveradi. Bu skuterimizni kalitdan tashqari masofadan turib pultni o'zidan ham yurgizsangiz bo'laveradi. Pultni o'zidan ham yuradi. Buni bosadigan bo'lsangiz o'chadi. Bu yerda faralar bor. Faralari ham projektor fara qilingan. Projektor faralari bor, ham tepasida o'zini led faralar bor. Zavodskoy, mana qarang. Ko'ryapsizlar, rasam chiroyli yoritib beradi. Oldida hamda orqasida ham pоворotniklar bilan jihozlangan. Bu skuterimizning narxiga keladigan bo'lsak, akalar, ko'rib turgan skuterlaringni rangi shunaqangi sveti hamda bunaqangi oppoq svetidan bor. Maloshniy svet ekan, ranglari ham rosa ham chiroyli qilib ishlangan. Oldi cho'ntechalari bor. Hop, bu skuterlarimiz narxiga keladigan bo'lsa, akalar, $680 dan baraka qilib ketsanglar bo'laveradi. Amortizatorlarni ham qarang, ancha baquvvatidan qo'yilgan. Nisbatan boshqa skuterlarga amortizator sistemalari ham ancha baquvvatroq. Oldilari ham bekig'inaki, oldilari ham o'tgan safar video qilib qo'yganmiz, agar ko'rganlar bo'lsa biladi. Bunaqa oldilari ham ochiqroq edi. Buni oldilari ham bekib qilib ishlangan. Keyin mana oyoq qo'ydiganlari kengroq bo'ladi akalar. $680 dan bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona Quvada. Undan tashqari O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bemalol bog'lanaverasizlar akalar. Hop, undan keyin skuterlarimiz ham har xillaridan bor. Hozir bularda bitta obzor qilib qo'yib boramiz. Ikkitadan, uchtadan, to'rttadan qilib, nimagaki hammasini hozir birdaniga to'liq qilib aytgani, to'liq qilib ma'lumotini yetkazgani sizlarga vaqtimiz yetmay qoladi. Hop, skuterlarimizni qisqacha aytib o'taman. Qarang, 2,8 so'mdan boshlanib to chiqib ketaveradi. 3 million, 3,5 million, 4 million, 4,5 million. Xullas, pulingizga yarashasi bor. Qanaqasi desangiz, 2,8 dan tepa yangi minilmagan skuterni 2,8 so'mdan boshlanadi. Pastki nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, qanaqasidan desangiz, xohlagan turingizdan bor. Bemalol so'rab, bilib, ma'lumot olib bog'lansangiz bo'laveradi. To'liqroq ma'lumotimiz qaranglar. Undan keyingi modelimiz
300 kilolik hamda 280 kilolik trendga chiqib ulgurgan osh tog'larimizni skuteri qarang. Hop. Orqasida bemalol 2 kishini olib ketaveradi. Oldida kishi, sig'masa bir kishi harakatlanaveradi. Faqat eshikchalari ochib yopiladi qarang. Eshikchalari bor. Skuterlarimiz ham qarang, bu skuterimiz ham sakadiskali qilib ishlangan. Skuterimizni ham zakasini qarang, ruchnoy tormozi, oyoqda tormozi hamda osh tog'larimiz qiynalmasligi uchun qo'l tormozi ham bor. Bu ham rosa ham mingani qulay. Oldida 4 ta faralar bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldida oynasi bor, mikrofon bluetooth'larigacha bor bu skuterimizni. Avariyniy rejimi, zatnigi, farasi, 3 ta skорость, parkovka, поворотный, signal, telefon postavka shular bilan jihozlangan. Bu skuterimiz bitta zaryadda 40 dan 60 kilometrgacha yursangiz bo'laveradi. Undan tashqari o'zini orqasi ham Orqasi ham 250 kilogrammgacha bo'lgan yukni bemalol ko'taraveradi. Qanday qilib deysizmi, qarang. Bu sidinani mana bunday bo'shatasizda. Bunday bo'shatib turib. Bunday qilsangiz mana orqasi yukxona bo'ladi. Bemalol 250, 280, maksimal 300 kilogacha yuk tortib bemalol olib ketsangiz bo'laveradi akalar. Ko'ryapsizlar. Ranglari ham rosa ham chiroyligi. Bu skuterimizni narxiga keladigan bo'lsak, akalar ko'rib turgan skuterlarning narxini $700 baraka qilib yuboramiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. Arzonidan so'rasanglar, xuddi shuni arzon varianti ham bor. Hozir buni ham sizlarga $740 bunga qaraganda arzonroq varianti shunisi bo'ladi. Bitta zaryadi bilan 40-60 kilometr masofani bosib o'tadi bu ham. Oldi diskalarida farqi bor hamda buni qo'l tormozi yo'q. Faqatgina oyog'ida bo'ladi tormozi. Qolgan hamma funksiyalari bir xil. Diskasi temir diskali qilib ishlangan, undagi sakadiskaligida faralari 2 ta oldida ko'ryapsizlar. Narigida 4 taligida, qolgan hamma funksiyalari bir xil. $640 dan xaridsiz bo'laveradi buni. Bu ham sidinasi orqaga yotib, bu ham Motorola shaklda yukxona bo'ladi orqasi. $640 dan bunisini, $700 dan bunisini xarid qilsanglar bo'laveradi. Agarda $640 dan ham arzonroq kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, harakat qilamiz endi undan ham arzonroq bo'lishiga. Nimaga desangiz, akkumulyator, motori, mayda-chuyda zapchastlariga qarab narxi past-baland bo'laveradi. Hammasi ham puliga yarashadi. Masalan, akkumulyatori hozir bularda 33 amperlik bo'ladigan bo'lsa, shuni 20 amperlik qilsa, bo'lmasa akkumulyatori soniga qarab, motorini quvvatiga qarab, faralar soniga qarab, tormoziga qarab, 5 diska, temir diska shularga qarab, zapchasiga qarab narxida farqi bo'laveradi akalar. Bemalol bog'lanib so'rab olaverasizlar. Hop, 1 tonnalik Motorola'larimizni yangilangan modeli kelgan 70 amperli akkumulyatordan 6 ta joylashgan. Yonlari ochilib so'rib bo'ladigan pres, somon yuklab bemalol olib ketsangiz bo'ladigan. Oldilari ham ancha keng qilib ishlangan. Bitta zaryadda 40 kilometrdan 80 kilometrgacha masofani bosib o'tadigan 1 tonnalik Motorola'miz kelgan. Bu Motorola'miz tezligi 50-55 tezlikda harakatlanadi. Balonlarni qarang. Balonlari ancha kattasidan qo'yilgan, 512 bo'ladi. Oldi vilkalari ham ancha baquvvatdan qo'yilgan. Bunaqangi oynalari bor, поворотнийлari, bokovoylari bor. Oldini qarang. Bluetooth mikrofoni, поворотный, parkovka, аварийный rejim, zatniy, ближний fara, 3 ta skорость. Oldida cho'nta, undan tashqari damkrat, ключ, kaskalarigacha qo'shib beriladi. Ko'ryapsizlar? Motor quvvatlari 1800 vattlik motor bilan jihozlangan. Qarang. Motorlari ham turbochka motordan bo'ladi. Risollari 2 tadan 4 talik qilib ishlangan. Nasos undan tashqari 2 tadan 4 ta prujinka bilan jihozlangan. Va borti zapaska balonigacha bor. Biri adashmasam 180 ga 120 bo'lsa kerak. Bu Motorola'miz narxiga keladigan bo'lsa, $1150 dan baraka qo'ramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol tushunmagan joyingizda to'liqroq ma'lumot so'rab bemalol bilib olsangiz bo'laveradi, qiziq bo'lsa. Hop, undan keyin 500-600 kilogrammli
Motorolimiz. Buni zaryadi ham 30 dan 60 kilometrgacha yuraverasiz. Orqasi 500 kilogacha yuk ortaveradi. Bemalol motor quvvatlari 1200 vattli qilib ishlangan. Magnitofon, Bluetooth hamma funksiyalari bor buni ham. Hop, bunimizni narxini $895 dan xarid qilsangiz bo'laveradi. Undan keyingi bunaqangi 400 kiloli Motorola'larimiz kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. $750 dan 400 kiloli Motorola'larimiz. Turishlari ham ancha chiroyli qilib ishlangan. Mana 400 kilogrammli Motorola'miz. Bitta zaryadida 30 kilometrdan 60 kilometrgacha yurasiz. 45-50 tezlikda harakatlanadi. Kaliti, pulti, telefon dastlabki hamma yo'q bor. Motor quvvatlari mana 1000 vattli motor bilan jihozlangan. Orqa faralarni ko'ring, orqa faralar bor. Yo'llari ochilib yopiladi. 400 kilo, 500 kilogacha yuk ortsangiz bo'laveradi. 1200 vatt ekan, motor quvvati 1200 vattli motor bilan jihozlangan ekan. Akalar $750 dan xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. $750, bitta qorasi ham bor, $750 dan ham bemalol olib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, undan keyin bunaqa tomli modellarimiz kelgan. Mana tomli modellarimiz narxi $950 dan qilib qo'yganmiz akalar. Oldi ko'rinishlarni qarang, rasam go'zal qilib ishlangan, qarang. Qarang, faralarni yonishini qarang. Mashalloh. Rasam chiroyli qilib ishlangan. Oldi hamda orqa balonlari sakatchikali bo'ladi. Orqasida bemalol 2 kishini olib ketaveradi. Yumshoq modelimiz. Keyin orqa ko'rinishlarini qarang. Bundan tashqari orqasida bajogi ham bor, yangilangan model. Qishga borib, kuzga borib, yonlarini o'rab oladigan bo'lsangiz, bemalol sizga mashina vazifasini bajaradi. E'tibor beramiz, lekin bu tomli modelimiz oldingilarga nisbatan balonlari tashqariga chiqqan, eniga uzunroq qilib ishlangan. Balonlari nima deydi? Xullas mana shu baloni yonga chiqqan, tashqariga chiqqan. Yiqilib ketmaslikka qarshi turg'unroq. Orqasida oynalari bor. Mana ko'rasizlar. Orqasi ochiqlari bor edi. Ulardan ham sotdi rasa. Orqalari bekiq. Bluetooth magnitofonlari bor, qo'lda jitkisi tormozi bor, shalochni tormoz, oyoqda ham tormozi bor, ruchni tormozi bor, tablolari voltini ko'rsatadi, hatto skorsini ko'rsatib turadi, kilometrini ko'rsatadi, speedometrini ko'rsatadi, hamma joyini, hamma bo'layotgan voqealarni ko'rsatib turadi tablosini o'zi. Mana qarang. Tormoz yonda, mana tormoz nimasini ham ko'rsatib turibdi. Xuddi shunga o'xshab buzilgan joyini ham aytadi o'zi. $950 dan xarid qilib ketsanglar bo'laveradi akalar. Qorasi hamda shunaqangi rangi bor. Mana shu rangi yoqdi menga, chiroyli ekan. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kimga qanaqa model kerak bo'lsa, hammasidan bor. Hammasini video qilgani, hozir birdaniga video qilgan, jicha vaqtimiz yetmay qoladi. Bemalol telefon qilib so'rasanglar bo'laveradi. Kimga qanaqa model kerak bo'lsa, qanaqa skuter kerak bo'lsa, bexijolat murojaat qilaverasizlar. Telegramdan murojaat qilsanglar, sizga rasmini tashlab, to'liqroq ma'lumot ham beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan skuter quva bo'ldi, ya'ni men Zikrulloh. Bitta like bosib qo'yasizlar, agar manfaatli bo'lgan bo'lsa.